Assalomu alaykum. Bugungi yukimiz Tojikistonga chiqib ketyapti. Shunaqa upakovkada chiroyli qilib o'zdan etiketkalarni yopishtirib beryapmiz. Mobilkalarimiz ham boshqacha bo'ldi ko'rinishlari. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. Havo qaytargichlari, og'izlari ham juda ham katta. Bemalol bitta pressni ikkiga bo'lib sotsiz ham bo'laveradi. Hop, bu tomonda hammasi bir xil zakaz qilishgandi. Ranglarigacha, oyoqlarigacha hamma yo'g'ini bir xil qilib birga bir qilib berdik zakazlariga qarab. Hammasini setkalari ichida mana bular universal bo'ladi. Bug'doyni kepay qilib beradi, sotali makkani yorma qilib beradi, qo'l quruq chiqarib beraveradi. Agar kimga mana shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Qo'shni respublikalarga ham yetkazib beryapmiz. Agar do'konlar bo'lsa, opsion narxda oladigan akalar bo'lsa, bemalol murojaat qilsa, yetkazib beraveramiz. Shunaqa etiketkalarni qo'yib beraveramiz o'zlarini. Oyoqlariga e'tibor yetkazib, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Pichoqlari nesli bo'ldi mana. Zakazga qarab mahaviy yoki listli qilib beraveramiz. Bu yerda jami 15 ta drabilkamiz Tojikiston respublikasiga chiqarib yuboryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol murojaat qilib, qo'ng'iroq qilsalaring, batafsil ma'lumot berib o'tamiz.